Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari hamda YouTube kuzatuvchilari. Mana ish jarayonlarimiz davom etib boryapti. Kimga shunday stanoklar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilishlaring mumkin. Imkon darajasida ko'ngillaringdek yaxshi stanok tayyorlab berishga harakat qilamiz. Bizning mehnatlarimiz sizlarga ma'qul keladigan bo'lsa, like bosib, qo'llab-quvvatlashlaringni so'rab qolamiz. Mana stanoklarimiz deyarli tayyor holatga kelgan. Bu birinchi stanogimiz mana elektr variantga 3 fazali. Jarayonlari bu stanok bosadigan joyidagi qo'yilmagan, chunki bizga buyurtmachimiz tomonidan shunday stanok so'ralgan, shuni hisobiga bosadigan joyini qo'ymagan. Mana ikkinchi stanogimiz. Bu stanogimiz ham o'shanday stanok. Bunda ham mana bosadigan joyi qo'yilmagan, lekin lenta qo'yilgan. Bunga lenta qo'yiladi. Bu dizelniy variantga tayyorlangan stanogimiz. Mana bu uchinchi stanogimizda o'sha bosadigan joyi o'rnatilgan. Bu ustiga mishalka qo'yish holatiga ham to'g'ri kelib qolishi mumkin. Shu jarayonda to'xtab turibdi. Buni so'ragan klientimiz hozir bir qarorga kelsa, ya mishalkali holatda yoki mana shunday holatda bitirgizib beramiz. Bu stanoklarimizda kimlardir ozgina boshqa stanoklarga nisbatan qimmatroq degan fikrlarni bildiryapti. To'g'ri, qisman bizning stanoklarimiz boshqa stanoklarga nisbatan qimmatroq, lekin biz ham o'sha boshqa stanoklardek stanok tayyorlasak, o'sha stanoklarni yarim bahosiga chiqarib berish imkoniyatimiz bor. Sababi mana bu stanogimiz, o'zimizda lazerniy stanogimiz bor. Mana bu yerda turibdi mana. Bu lazerniy stanogimizda o'zimiz detallarimizni kesib olamiz. Mana bu stanogimiz shu Bador kompaniyasining stanogi. Mana turborez, yonida turba, profil, ugolnik, xullas kalom temir borki, kesish imkoniyatimiz bor. Qolaversa bizda o'zimizda takarniy stanogimiz, frezerniy stanoklarimiz, hamma stanoklarimiz bor. Mana bu tomonga joylashgan stanoklarimiz. Shuning uchun stanogimiz boshqa stanoklarga nisbatan qimmat deb tushunganlar uchun tushuncha berib qo'yapman. Buni qimmatligini sababi bu stanok o'sha narxiga yarasha ish bajaradi. Shuning hisobidan narxida ozgina farqi bor. E'tiborlaring uchun rahmat. Kuzatib borishda davom etinglar. Yana ish jarayonlarimizni shu kanalimiz orqali taqdim etib borishga harakat qilamiz. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, qo'llab-quvvatlashlaringni so'raymiz. Bitta like bosib, kommentariyada izohlaringni qoldirasalaring bo'ladi. E'tiborlaring uchun rahmat.